ko'zi gavhari oqib tushganmi? To'roy bu. Birorta tanishingiz bormi? Men davolan deb pul beradigan, yordam qiladigan. Jadam bo'lgan degan pul beradigan tanishim yo'q. Umuman yo'q. Qozog'istondan Koreyaga kelgansiz qancha bo'ldi? 4 oy. To'roy bo'ldi. Hozir realniy yashashga siz telefonda aytdingizki, menga 1 so'm pulim yo'q, borarga joyim yo'q, yotarga bir uyim yo'q, cho'ntamda 1 tiyin pulim yo'q, to'g'rimi? Kim uyda yashayapsiz hozir? Abdulloh siz uyda yashayapti? Alloh rozi bo'lsin shu Abdullohdan Farg'onalik ukamiz aka. Bu inson Qozog'iston fuqarosi, Janubiy Koreyaga 4 oy bo'ldi kelganiga, linzasini almashtirmasdan 9 kunmi taqib yurgan. Shu orada o'sha ko'ziga zarar yetib, virus tushib, mana u qorachig'i oqib tushibdi ekan. Hozir doktorlar aytayapti, bu bolani deyapti, yana bir 9-10 kunlardan keyin ikkinchi ko'ziga o'tib, ikkala ko'zini ham olib tashlashimiz kerak deb qolyapti hozir. Shuning uchun qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Mana o'tgan safargi ehsonimizdan qolgan pulni agar rozi bo'lsalaring, shu qozog'istonlik Aybekka bermoqchimiz. Bu pulni inshaalloh hozir Turkiya bilan aloqaga chiqdik, gaplashdik. Turkiyadagi kasalxonalar bilan agar sizlar duo qilib tursalaringiz, shu insonni kasalxonaga Turkiyaga olib bormoqchimiz va shu ehsonni ustiga yana pul yig'moqchimiz. Karta raqam qo'yib qo'yamiz. Qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Aybek, xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Allohdan so'rayapsizmi? Pulni bering. Menga ishonasizmi? Allohdan so'raysizmi? Biz sababchi. Inshaalloh hammamiz qo'limizdan kelgancha yordam beraylik, tarqating, like, comment, repost qilib, mana shu o'tgan safargi ehsonimizdan qolgan 6 million pulni mana Aybekka beryapman va yana ustiga ehson yig'yapmiz. Iltimos sizlardan bu bolani Turkiyaga olib borib, bitta ko'zini tichoq saqlab qolishimiz kerak. Agar hozir Turkiyaga bormasa bu bola, bitta ko'zi ham oqib tushar ekan, mana to'g'rimi? Doktorlar shunaqa dedimi sizga? Hozir Turkiya bilan aloqaga chiqyapmiz, gaplashyapmiz. $17,000 atrofida kerak ekanda. $17,800 kerak ekan. Bu juda katta pul-da, Aybek. Tushunyapsizmi? Siz aytyapsiz, 1 tiyin pulim yo'q deyapsiz. Alloh taolo biz bilan sizni uchrashtirdi. O'tgan safargi ehsonimizdan bu pul ortgan ekan, buning ham hikmati bor ekan. Mana sizga beryapmiz shu pulda. Duo qilib qo'ying, inshaalloh yaxshi odamlar ko'p Koreyada. Hamma qo'lidan kelgancha yordam beradi, tarqatadi. Inshaalloh sizni tez kunda Turkiyaga olib boraman. O'zim inshaalloh boraman. Tushunyapsizmi? Allohdan so'rayapsizmi? Aybek, bu mana kecha gaplashdik, ertalab soat 3 gacha 2 gacha gaplashib o'tirdik-a. Aybek shunaqa yaxshi bola ekan. Bu hali o'zini bir gunohini, boshqani evaziga emas, bir ehtiyotsizligi oqibatida o'sha linzasini almashtirmasdan 9 kun taqib yuravergan va o'sha narsa virus tushishiga va ko'zi zararlanishiga olib kelgan. Hozir bitta ko'zi oqib tushar ekan. Mana ko'z umuman ishlamaydi deyapti. Endi deyapti, ozgina sabr qilsalaring deyapti. Keyingi ko'zi ham deyapti, ishdan chiqadi, ikkala ko'zini ham sug'urib olib tashlashimiz kerak deyapti. 4 yasharmi, 5 yashar o'g'li bor ekan buni. Ayoli bor ekan, ota-onasi endi yoshi katta ekan. Hozir men aytayapman, Qozog'istondan bir pul chaqirtiraylik, yordam beradiganlar yo'qmi desam, yo'q, Avazbek deyapti. Yoshimiz ham teng ekan. Avazbek pulimiz yo'q. O'zimni $30,000 qarz bilan kelgan ekan, $30,000. Hozir bu qarzimni to'laymi, ko'zimga sarflaymi deyapti. Hozir men aytayapman, men odamga primoy shartta past gapiraman-da aka. Ay, ko'zingiz bormi? Inshaalloh ko'zdan faollanishimiz kerak. Yaxshimi? Agar ko'zingiz davo topmasa, agar inshaalloh bir yaxshi insonlar sabab bo'lib, ertaga o'sha yaxshi ko'rgan xotiningizga ham yoqmay qolasiz. O'sha 5 yashar, 4 yashar bolangizga ham yoqmay qolasiz. Ertaga siz uni Koreyada ishga ham olmaydi, o'zi ishga olmayaptimi? Birorta joy ishlatmaydi hozir. Shuning uchun iltimos sizlardan qo'limizdan kelgancha yordam beraylik. Hamma repost qilsin, like bossin, komment yozsin. Mana hozir ko'chada, mana shu Turodida Aybek kelib qoldi. Shuni pulni shunday chiqardimda, xudoyim dedim, to'g'rimi? Mana shu pul bekorga qolmagan ekan. O'tgan safar Qozog'istonlik bitta bolani boshiga urishganda, shu bolani ehsonidan qolgan pul. Eslayapsizmi Aybek? O'sha bolani haqiga duo qilib qo'yasiz. Ona bor ekan-a Qozog'istonda, bormi? Shu onaga aytamiz, o'sha Qozog'istonlik bir bolani ehsonidan qolgan pul bu. Tushunyapsizmi?
Shu pulni mana alhamdulillah Allohning izni bilan sizniki ekan, mana shu pulni sizga beramiz, ha? Turkiyaga tez kunda bu bolani olib ketamiz. Sizlar duo qilib turinglar. Biz har bitta videoda mana Oybekni Turkiyaga olib ketyapmiz. Samolyotga chiqyapmiz, operatsiyaga kirib ketyapti, operatsiyadan chiqdi deb hamma holatlarini video qilib sizlarga ko'rsatib boramiz. Iltimos sizlardan qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Aybek, o'zingiz ehtiyot qiling. Bu uka sizni necha kundan beri birga yuribsiz bu bola? Yo, qancha va? Ko'zi bilan. Ha. Bir haftadan beri mana shu bola yonidan yo'l kirasiga pul to'lab, ovqatiga pul to'lab, qoniga pul to'lab, uydan joy berib, mana shu bola yetalab yuribdi. Bo'lmasa bu bolaga nima masalan? To'g'risida, kelinglar, mana shu bolani ham haqqiga duo qilinglar-da. Bu bola Avaz aka dedi, menga chiqdingiz, to'g'rimi? Avaz aka nima qilamiz endi dedi. Men o'shanda ko'sak to'lada rulda ketyaptim, ha? Ya inshaalloh hal qilamiz dedim, to'g'rimi? Inshaalloh shunchasini hal qilgan, buni ham hal qilamiz, Allohning izni bilan dedim. Iltimos sizlardan shot raqam qo'yamiz, tarqatinglar, Aybekni ko'zini nurini saqlab qolaylik. Endi doktorlar aytayaptiki, katta ehtimol bilan bu ko'zni yo'qotishimiz mumkin deyapti Koreyani doktorlari. Lekin biz aytayapmizki, Turkiyadan yordam so'radik, bitta Turkiyada shifoxona aytdi, "Yo'q, olib kelsalaring biz ikkalasini ham saqlab qolishga harakat qilamiz" dedi. Keyin biz yaxshi niyat qilib Allohdan so'rayapmizki, ikkala ko'zini ham saqlab qolaylik. Agar ikkala ko'zini emas, bitta ko'zini bo'lsa ham saqlab qolsak agar, ha? Inshaalloh, ha? Mana shu bitta ko'zi bilan hali bu bola chaqa boqishi mumkin-da. Yaxshi ishlar qilishi mumkin. Biz tasavvur qilinglar, mana bitta ko'zlaringni bunday qilib yumib, bir soat turinglar, 1 soat. Bu juda yomon narsa-da, buni ko'zi ko'r odamlar his qiladi. Bizda hozir shunaqa imkoniyat bor. Agar biz jichcha g'ayrat qilsak, jichcha bee'tibor bo'lmasdan, jichcha yordamlashib olsak, bitta odamni taqdirini o'zgarishiga sababchi bo'lib qolamiz. Iltimos sizlardan Aybek, xudo xolasa ko'pchilik bo'lib yordam beramiz. Koreyada musofirlar, musulmonlar nima deydi, hamjihatmiz. Yaqinda kelgan bo'lsangiz ham, har bitta narsa Allohning izni bilan bo'ladi. Agar qayerdan bilasiz? Agar Qozog'istonda shu ish bo'lganda, sizga buni odamlar yordam bermas edi. Tushunyapsizmi? Sizni peshanangizda bor, shu yerga kelib shunaqa holatga tushish. Shundan chiroyli xulosa chiqarib, inshaalloh bundan buyog'iga Aybek do'st bo'lamiz. Yoshimiz ham teng ekan. Inshaalloh akalar duo qilib turinglar. Mana 6 million pullaringizni o'tgan safargi ehsonimizdan olgan pulni beryapmiz Aybekka va buni ustiga yana ehson yig'yapmiz. Chunki bizga 17 ming qancha? $800 pul kerak. Endi fonda qancha bo'lishini yana video tagiga yozib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, iltimos sizlardan hammaga tarqatinglar, yordam beringlar. Aybekning videosini Instagramga har doim qo'yib boraman, podeshga qilib qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz Qozog'iston, Qirg'iziston, aka. Siz qayerda? Qozog'istonmi? Biz Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, umuman jamiki musulmonlar bitta et bilan tirnoqmizda, Oybek. Tushunyapsizmi? Et bilan tirnoqmiz. Hozir sizni ko'zingiz og'riyapti, men yuragimdan o'tkazib sizni dardingizni. Ko'pchilikga aytayapman, ko'pchilik bo'lib inshaalloh sababini qilamiz. Natija Allohdan. Uyda onaxonga aytasiz, haqqimizga duo qilinglar. Xo'p? Akalar, hammalarga rahmat. Maksimalniy padeshni kutamiz sizlarni. Sog' bo'ling.